Fasad ucu tayyor. Tayyor. Urganch G'alabadamiz, Sanjaralni uyindamiz. Uyishni chiroyli har xil turdagi gipki kamerlarni ishlab chiqarib turibdilar. Aha buni narxlari necha so'mdan? 60 ming so'mdan bo'lib turibdi. 60 ming so'mdan. 1-iyungacha skidga bo'ladingiz. Skidga 55 ming so'mdan 1-iyungacha skidga qo'ydik. Gelib, görüb, xohlagan turlarini zakaz bersalar bo'ladi. Bo'ladi. Dastlabkasi nechik bo'ladi bular? Dastlabkasi ichida. Xorazm bo'ylab. Xorazm bo'ylab. Qaranglar, bu yerda karush stilli 2 xil varianti bor. Xohlasanizlar, buncha qanchalik? 924 bu. 924. Keyin bunda uzunroq varianti bor. 932 bu. 932. Xohlagan razmerlaringizdan, bida yo'q gullardan zakaz bersangizlar ham bo'ladi. O'zlaringiz misol uchun internetdan ko'rgan bo'lsangizlar, shunday fasadlarni ishlab chiqarib beradilar. Buning uchun kerak, misol uchun devori qiyishlar bo'lishi mumkin. Yo'lning usti changlar bo'lsa, bemalol suvsab yuvib silib oladi. Bo'lmaka bo'ladi. Bu necha yilgacha turadi, xudo xolasa devorlar? 15 yildan garantiya berib turibmiz. Devorlar o'zi qo'pollanmasa bo'ldi. Qo'pollanmasa bo'ldi. Turaveradi. Xudo xolasa. Pastda telefon nomerlari ko'p ketganmiz, bemalol telefonlashib, galashib, gaplashib olsangizlar bo'ladi. Adres Urganch G'alabada bo'ladi. 55 ming so'mdan fasadni gipki kamellar bo'ladi.